بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فشروط قبول العمل amallar qabul bo'lish shartlarida savol keladi. Shayx rahimahulloh savolida aytilyaptiki: "Ma hiya shurutu qabulil amal?" Bu darsimiz 4-dars bo'lib, Shayx rahimahullohga savol berilyaptiki: amallar qabul bo'lishlikdagi shartlar nima? Qanday amal qilsa, ya'ni amallar qabul bo'ladi? Amallar qabul bo'lishlikning shartlari. Shayx rahimahulloh javob beryaptiki: "Shurutu qabulil amali indallohi thalatha." Allohning nazdida amallar qabul bo'lishlikda 3 ta sharti bor. Birinchisi al-imanu billahi va tawhidihi. Birinchisi Allohga iymon keltirishlik va uning tawhidida, ya'ni yakkalashligida. Alloh subhanahu va taoloning tawhidur rububiyya va tawhidul uluhiyya va tawhidul asma'i va sifat o'tgan darslarimizdagiday barcha Allohning yakkalashlikda iymon keltirishlik. Qala Allohu ta'ala fi haqqil kafirin. Alloh taolo kofirlarning haqqiga aytdiki: "Va qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura." Kofirlar o'zlarini qiynab amal qilishliklari baribir ham ular Allohdan tashqariga ibodat qiladi, Allohdan boshqaga ibodat qiladilar. Shuning uchun ularning qiladigan amallarining barisini biz yig'ib deyapti. Qilgan amallarini yig'ib, ularga qasd qilgan amallarini o'zlariga qaytarib, shunday bir to'zib ketgan changning zarrachalari kabi biz ularga o'shanday holatdaligini qaytarib ko'rsatib qo'yamiz. Mana qilgan amallaring. Chunki ular Allohdan tashqari, Allohdan boshqaga ibodat qilganliklari tufayli mana shu qo'llari bo'sh bo'lgan holatda qilgan duolarining foydasiz ekanligini egasi bo'lib qoladilar. Shuning uchun Alloh taolaga ibodat qilish kerak tavhidan. Va qala sallallohu alayhi va sallam: "Qul amantu billahi thumma istaqim." Ravohi Muslim. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Imom Muslim rivoyatida aytadiki: "Alloh taolaga iymon keltirdim deb ayting, so'ngra istiqomada, ya'ni mustaqim turing, ya'ni to'g'ri turing, sobit turing. Alloh amr qilgan narsalarni bajaring, nahiy qilgan narsalardan to'xtang" degan ma'noda. Va Alloh taolo Qur'onda aytadiki: "Innal ladina qalu robbunallohu thumma istaqamu." Albatta shunday kimsalar borki, ular Robbimiz Alloh deydilar, iymon keltiradilar, so'ngra mustaqim, to'g'ri, sobit turadilar ular Allohning dinida, buyurgan amallarini barchasini bajaradilar, qaytargan nahiylaridan barchasini qaytadilar. Ana shunday kimsalar fala xawfun alayhim va lahum yahzanun. Ular na qiyomatning dahshat kunida qo'rqadilar, na ularni g'am bosadi o'sha kunning dahshatlari. Hattoki Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadiki: "Fastaqim kama umirta." Qandayki amr qilingan bo'lsa senga istiqomat turishda, ana shunday amrimga muvofiq bir sobit tur, istiqomada to'g'ri tur deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga hattoki Alloh taolo mana shunday degan oyat. Hatto mana shu oyatlarning tufayli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mening sochim og'ardi degan so'zlari kelgan. ومن شروط الإيمان ألا ينقض صاحب العمل إيمانه بكفر أو شرك بأن يصرف شيئا من العبادة لغير الله كدعاء الأنبياء والأموات والاستعانة بهم. Yana amallarning shartlari shunday bo'ladiki, deydi Shayx rahimahulloh. Kishi amal qilguvchi kishi amalini kufr aralashtirib yoki bo'lmasa shirk aralashtirib Allohdan boshqaga ibodat qilib yuborsa, o'sha bilan botil qilib yormasin iymonini deyapti. Qanday qilib? Masalan, duo qilishlik o'liklarga. Payg'ambar bo'ladimi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qabrining boshiga borib duo qilib payg'ambarimizdan so'raydimi yoki o'liklardan avliyolar deb ostona deydimi? Kim deydi, eshon deydimi, farqi yo'q, qaysidir vali avliyolar deydimi, o'shalardan duo qilib turib, o'shalarning qabridan so'rasa, demak u shirk qilgan bo'ladi, kofir bo'ladi. Mana shunday qilib turib o'z amalini botil qilib yormaslik kerak
iymonning shartlaridan biri shuki, botil qilishlikka biron bir sabablar ishlar qilib qo'ymasin deyapti. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytadiki: "Walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Alloh taolo An'am surasida aytibdi, katta anbiyolarni aytibdiki, agar ular shirk keltirsalar edi, ularning barcha qilgan amallari, qiladigan nabiyliklari ham hatto botil bo'lib ketgay deyapti. Va qala ta'ala: "Va laqad uhiya ilayka va ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk va la takunanna minal khasirin." Hatto Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytibdiki, va haqiqatan sizga nozil bo'lindi va sizdan oldingilarda nozil bo'lgan hukmlarning barchasida mana shu hukmni aytdimki, agar siz shirk keltirsangiz deyapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytibdiki, amalingiz botil bo'lib ketgay, hamma amalingiz o'chirilib ketgay deyaptiki, va eng xosron halok bo'lguvchilardan bo'lasizlar deb shu darajada Alloh taolodan oyatlar nozil bo'lgan. Shuning uchun eng mana shu shirk kufr yo'llaridan uzoqlanishlik shartlari bu iymonning shartlaridan. Shundagina amallarning qabul bo'lishlik shartlariga tushadi. Va ikkinchisida al-ixlos. Ixlos qilmoqlik kerak. Va huwa al-amalul xolisu lillahi min g'ayri riya va la sum'a. Ixlos degani shunday bir amalki, xolis Allohga qilinadi. Na bir riyo bo'lish kerak u amalining ichida. Chunki riyo aralashsa u kichkina shirklarga kirib ketadi. Shuning uchun bir riyo ham aralashmash kerak. Falon ko'rsin, xo'ja ko'rsin qilishlik bu riyo bo'ladi. Vala sum'a, falon aytibdikan, shunday qildi, mashalloh falon qildi, deyishlik narsalardan toza tutib, xolis Allohga amal qilishlik buni ixlos deydi. Alloh taolo G'ofir surasida aytadiki: "Fad'ulloha muxlisina lahud-din." Ey bandalarim, Allohga ixlos qilgan holatda Allohning dinigagina xolisgina duo qilingizlar, ibodat qilingizlar deydi. Va qala sallallohu alayhi vasallam: "Man qala la ilaha illalloh muxlisan dakhalal janna." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadiki, kimki ixlos bilan, chin qalbidan ixlos qilib la ilaha illalloh desalar, jannatga kirgay deydilar. Uchinchi shartlari al-muvafaqatu lima jaa bihi rasul sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning nimaiki olib kelgan bo'lsa bizga o'shaning hammasini muvofiq bajarishligi bu amallarning qabul bo'lishligining shartlaridan biri bo'ladi. Chunki Alloh taolo aytadiki, Hashr surasida: "Va ma ataakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu." Mening payg'ambarim nimaiki sizlarga olib kelsa o'shani olingizlar. Va nimadayinki qaytargan bo'lsa o'shandan qaytingizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurgan amrlarning barchasini qilish kerak, qilgan nahiylarning barchasidan o'zini tiyish kerak. Ana shundagina muvofiq keladi payg'ambarimizning olib kelgan barcha xabarlariga amal qilishlik. Va qala sallallohu alayhi vasallam: "Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun." Ay g'ayru maqbulin. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimki bir amal qilar ekan, va shu qiladigan amali bizning mana bu dinimizda xilof keladigan bo'lsa, bizning dinimizning amalidan bo'lmasa, bas u qaytarilsin. Ya'ni u qabul emas dedi. Ya'ni Qur'ondan va hadisdan qiladigan amallardan bo'lmasa, ya'ni dinimizga yangi paydo qilib keltirgan narsa bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki, kullu muhdathatin bid'ah. Jamiki yangi paydo bo'lgan narsalar bid'atdir. Bid'at ya'ni bu dinimizga Qur'on va sunnatda hamma narsa qo'yilgandan keyin yangi olib kelingan hukm. Mana shu dinimizdan bo'lish kerak. Mana shu dinimizning ichiga yangi olib kelib turib, mana bu ham dinimizdan desa, bu bid'atdir. Va kullu bid'atin dalala, va jamiki qiladigan bid'at amallar adashganlardir, dalolatdadir, ya'ni adashganlardir. Shuning uchun ba'zi bir xil insonlar bid'atun hasana va bid'atun g'ayru hasana deb aytishlari mumkin. Bid'atun hasana va bid'atun sayyi'a deyaversa, sifatlashligi bilan bid'atu hasana degan so'z yo'q o'zi. Chunki kullu bid'atin dalala deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Jamiki bid'at bu zalolatdir.
va kullu bid'atin dalala va kullu dalalatin finnar. Va jamiki ana shu zalolatlar, mana shu bid'at qilguvchi zalolat kishilar jahannamga degan. Shuning uchun o'zini tiyish kerakki, Qur'on va sunnatga xilof keltirilib yoki Qur'on va sunnatda yo'q narsani olib kelib turib mana bu dinimizdan deb amal qilishlik bu insonlarni zalolatga tortishlikdir. Alloh taolo bizni bid'atlardan o'z panohida asrasin, shirklardan, kufrlardan o'z panohida asrasin, dinimizda sobit qilsin, iymonda, ixlosda, ihsonda sobit qilsin, hech vaqt adashtirmasin. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh.